bayrog'imiz xalqimizning milliy g'urur, mustaqillik ramziga aylandi. Davlat bayrog'i bu shunchaki mato emas. U bizning tariximiz, istiqlolimiz, xalqimiz va kelajagimiz timsolidir. Yo'lda fidokorona xizmat qilish barchamizni burchimiz. 34 yilligi bilan samimiy tabriklayman. 1991 yil 18 noyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining navbatdagi tashqari 7-sessiyasida dunyoda ekansan hayot, vataning bor ekan, ko'rmassan qayg'u nimaligin, bevatandan zo'r. Mehmonlar, hurmatli komandirlar va safdosh do'stlar. Qizil chizib tomordagi qonimiz u, g'ururimiz, o'zligimiz. Bugun baxtdan samolarga yetgan boshim, mudom porlab turgusidir qalb quyoshim. Harbiy akademik litsey faxriy yorig'i, fizika, matematika fanlari doktori Qayumov Hafiz Asliddin o'g'li. Abriyatlar. Kechdi bu zamindan mangu berdilar. Kubrolar, Temurlar, Shavkat shoni bir bayroq ostida birlashdi yo'l. Bir bayroq ostida yashnadi zamon. Askarday hilpirab borursan, mag'rur va ilhom. Kubro jasorat nomli tarixiy sahna ko'rinishini e'tiboringizga havola etamiz. Marhamat. Nur bilan zulmat urushganda kim yutadi? Faxr va sadoqat timsoli bo'lgan bayrog'imiz hamisha hurmat, ehtiromda, vatanimizga muhabbat va sadoqat tuyg'usi doimo yuksak bo'lsin. Biz bilan birga bo'lganligingiz uchun minnatdormiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat.